Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 29-mart sanasi Andijon mashina bozoridamiz. Bino markalardan boshladik. Cherry Arizo 6 Pro avtomobili 2020-nechida aka? 23 ishlab chiqarilgan. Kraskasini toza deb aytayapti akamiz. Gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan avtomobil. Qancha yurgan aka bu? 123 ming. Tablo ko'rsatmas ekanda bo'ladi. 123 ming kilometr yurib o'tibdi. Salon holatidan ko'rinishlari. Tonirovka ruxsatnomalar bormi? Bor. Necha oy? Bizga o'tib ketadi. Taxminan 10 oylar ekanda. 3 oyga hisoblang, 3 oylik tez bor. Yozga chiqib ketsa, qilib beraveradi. Ha, tushunarli. Bonusiga, tonirovkasiga ruxsatnomalari bor ekan. Balon holatidan ko'rinishlar. Pulni nechta deyapsiz aka? 13.5 bor deyapti. 13.5. 13 3 qanaqa to'layapti? Mashina toza, notariusda pul so'raveradi. 13.5 ming dollar. Bozor so'radimi? Ko'rsatam beramiz. Bozor so'radimi? Bitta aybi shu probega. Bundan boshqa misol. Qancha yurgandingiz? 123 ming. 123 ming yurgan. Probega o'zi ko'p emas, lekin nisbatan ko'p. Ha. Motorini ko'rinishlari, aka-ukalar, hamma yoq pechatda turibdi. Ideal holatda. Ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Aka, telefon raqami aytaylik-da. 99 lik. 99lik bilan 039 039 39 39 18. 10 18. 18. Oxir raqami 18. 123. Type-C o'rindiqlar, podogrevlari, boshqalari orqa tomonga o'rnatilgan ekan. Bagajni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Voy, bagaji ham juda katta ekan-da buni. Yechilmagan ham, o'rnamagan ham. Toza holatda turibdi. Faqat benzin. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hibrid 2024. Mhm. Eng fulli 3-chi pozitsiyasi deb qo'yadi. Katta diskga 110 talik bo'ladi, 110 km tok yuradi. Xo'p. Polniy bak bilan qancha yuradi bu? Общий 1200 km yuradi-da. Общий 1200 km Orqadan yuradigan. katta monitor, sidina soviydi. 60 mingdan oshiqroq yurgan, 60 qancha mina. Motor hadavoylari zo'r, korobka, hamma narsa zo'r, xudo xolasa. Salon holatdan ko'rinishlari. Fullida mana shunaqa chiroyli. Full pozitsiyasi. Full pozitsiyasi. Kraskamiz tozami? Xo'p, kraskasi orqa kapotda ustida bor aka, yuzak. Fitnosi bor endi. Tachib qo'yilgan mana. Zadnik yurasi turibdi, narsaga tekkan, xolos, haligiga urilmagan. Urilmagan. Stoykaga tegib. Bahosi nechi bu? Xo'p, narxini aka 21 ming dollar. Anchalar xudo xolasa o'tib beramiz. Telefon qilsa. 21 ming dollardan o'tib beriladi. Albatta aka. 2024 yili ham aka, o'zi bular 23-24 kelgan, xolos, keyin kelmay qo'ygan bular. Olib kelishmay qo'ygan. Song Pro, BYD Song Pro da shu eng fuli. Rusifikatsiyalar qilingan, голосовой управление hamma narsasi qilingan-da. Tushunarli. Qo'yilgan. Telefon raqami aytamiz. 91 600 26 22. Juda yaxshi ko'radi 90 plyus aka. Hozirda narxlar arzonlab, minishga tayyor bo'lib qoldi-yu. 70lar o'rniga ham 90 plyus minyapti, mana ko'pchilik. Motor ob'emi qanaqa buni? 1.6 lik aka. 1.6 turbinami? Ha, 2 ligi ham bor, bunisi 1.6 ligi. 2023 64 mingmi, 63 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. 4 yumshoq balon taqilgan mashinaga. Yangi Propan gaz ham qo'yilgan aka. Propan gaz balonlari ham qo'yib qo'yilgan. Saloni ham ajoyib rangda ekan. Biz zavodskoyda 3 ta monitorli deb berdi-yu. Ashnaqasidan aka, uni klimat kontroli ham monitorda. Ko'rib bir qator baho. 1.6 turbina motorligi. 1.6 turbina motorligidan. Albatta. Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan, kraskasi top toza. Kraskasi toza. Pulni nechta deyapsiz? Hop. Pulini bu mashinamiz ham 21500 dollar. 21500 dollar. Tagida propani. Berib yuboriladi. Albatta kami bor. O'tib beramiz aka, telefon qilsa. 3-qator sidinalari. Xudo xolasa motor hadavoy korobka zo'r aka buni ham. Tushunarli. Aka-ukalar, bitta telefon raqamini takrorlab qo'yamizmi? Ha? Telefon raqamini takrorlab qo'yamizmi? 91 lik 600 26 22 Aloqaga chiqasizlar. 23 63 mingmi shunaqa. Kraskasi toza. Toza. 4 yumshoq balon propan tayyor minishga. BYD Chazor avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza avtomobilimiz, gibrid motor. Tonirovka ruxsatnomasi qanaqa aka buni? 3 oy. 3 oyga tonirovka ruxsatnomalari bor.
Salondan ko'rinishlari. Qancha yurdi dedingiz? 23 000 kilometr yurdi. 23 000 kilometr yurgan BYD Chaser avtomobilimiz. Bizda Chazor deb aytiladi. Qanday bo'lsa shuni o'qib tura qolamiz, qiynalib o'tirmasdan. Xo'p. Ma'lumotlarni aytdim, kraskasi toza yurganini aytdim, tonirovka ruxsatnomalarini aytdim. Gibrid motor. Puli necha pul aka buni? 30700 19700 dollardan o'tib beramiz deb aytib o'tilyapti. BYD Chaser avtomobilimiz. Michelin ballonlar taqib qo'yilgan, ballonlarning holatlarini bir qator ko'rsatib qo'yaman. O'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Telefon raqamlarini qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aytib aloqaga chiqasizlar. Telefon raqamini aytaylik aka. Telefon raqami 88 bilan 105 01 11 raqamlariga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Cherry Arizo 6 Pro avtomobilimiz. Pozitsiyamiz fulldami aka? 3 a? 3-pozitsiyasi. 11 oyga tonirovka ruxsatnomasi bor. Yurgani qancha dedingiz? 22 000 kilometr yurib o'tibdi. Ko'riklari tashlangan, koja salon bo'ladi bilasizlar. Salondan ko'rinishlari. Gazlari bor dedingiz-a? Benzindami? Avtomobilimiz benzinda harakatlanib turibdi ekan. Arizo 6 Pro. Pulini necha bilyapsizlar? 15800 dollar baho aytilyapti ekan. Aka, bozor so'radimi so'ramasa? 700 ga so'rashdi. Bermadingiz. O'tgan bozor bermadi, 15700 ga o'tgan bozor bermadim. Bu bozor 15700 ga savdo qilsa berib yuboramiz deb turibdi akamiz. Cherry Arizo 6 Pro avtomobilimiz. Yurganni, kraskalari ma'lumotlarini berdim. 11 oy tonirovka ruxsatnomasi bonus bo'lib turibdi. Telefon raqamini aytaylik aka. 88 bilan 44 41. 88 bilan 467 44 41 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Dongfeng Landias A3 23 yili avtomat korobka, toza 4000 kilometr yurgan. Polniy elektrikami? Polniy elektrik. 430 deb 430 bergan, 400 bemalol yuradi. Konditsioner pechiradi. 400 yuradi, ha? 430 bergan zavod. Dongfeng. Aka hormaylar. Avtomobilimiz salon holatdan ko'rinishlari. Yurgani qancha dedingiz? 4000. 4000 bo'ldi. 4000 kilometr. Ha, 4000 kilometr. Yangi ekan, 4000 kilometr, svejiy ekan. Dongfeng. Akalar. Inomarkalar, ballonlari ham yaxshi holatda. 4000 kilometr yurgan ballonni, mashinani balloni qanaqa bo'ladi? 400 kilometr yuradi deyapsiz bitta zapas xuddi. Ha, bitta zapravkada bemalol 400 kilometr yuradi. Puli necha pul? Bunimiz 15800 kamini qilib beramiz. 15800 kami bor. 15800. Bozor so'radimi? Ammo birinchi bozor bu. Ha, bunisi birinchi bozor. Halisi bozor so'ragani yo'q. Telefon raqamini aytamizmi? Telefon raqam 90 201 201 66 55. 66 55 raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar. Buni qanaqa funksionalliklari bor endi? Bilasizmi? Bunimizni shu pechkasi bor, mana kino nimalar buraladigan nimalar. Xullas, inomarkada bor narsani hammasi bor, monitor, hamma yo'q bor. Funksionalliklarni bir qator senga qo'yapman endi. Avtomatimiz, korobkamiz shayba. Kam yo'q. Pakovkamiz knopkali ekan. Avtoqoplari bor ekan, start stoplar, monitorlar, boshqa va hokazolari bor ekan, akalar. Start stoplari bor. Airbaglari bor. O'rtasi koja ekan. Yo'q, chiroyli. O'rindiqlari ham koja. Xo'p. Ochilishlari, pastakanliklari. Besparovodnoy bormi? Zaryad qiladi? Besparovodnoy mana maytda bor, maytda ikkita bor. Tushunarli. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Dongfeng avtomobilimiz. Cherry Arizo 6 Pro 26 deyapsizlar, yilini? 25 ga 26. 25 ga 26. 13 000 kilometr yuribdi. Kraskasi top-toza deb yozib qo'yibdi. Lexus morda. Lexus, buni pozitsiyasi? Ikkinchi pozitsiyada. Ikkinchi pozitsiyadagi Arizo avtomobilimiz ballonlari ham yaxshi holatda ekan, o'sha ballonlar qo'yib qo'yilgan. Propan gazlari bor, qimmatidan. Qancha yurdi? 13 000. 13 000 kilometr yurib o'tgan Arizo Sport rejimlar hamma yo'g'i bor. Eshiklariga salafonlarni tortib tayyor qilib qo'yibdi, oyoqlar tagiga. Oladi minadi. Gazichi buni?
Gazi propan qimmatidan qo'yib qo'yilgan. Propan qo'yib qo'yilganmi? Ha. Bu avtomobil ham Aka bu O'zbekistonga 700 keladi, nomerini ancha ko'payib qoldi. 8 million so'm bersa, o'zini nomiga o'tkiza olaveradi bu 700. Mana shu nomerdami? Ha. Ha. Agar qiziqqanlar bo'lsa 8 million so'm pul bersa, egasi 8 million olgan ekan, ashini o'tkazib beraveradi. Propanlar. Tushunarli. Propan gaz balloni, bagaj holatidan ko'rinishlari. Pulini nechi pul deyapsizlar? Bunimiz pulini 16.500 dollar gamini qilib beramiz. 16.500? Ha. 16.500 dollar baho Kiraskalari aytilyapti. toza aka, Katta, yaxshi beskulchoy yumshoq ballonlar do'stlari bor. qo'yilgan, beskulchoy do'stlari bor. Arizo Pron уже ancha odamlar tushunib bo'ldi. Ha. Qanaqa funksionalliklar borligini. Aka bozor so'radimi buni? 15,5 ming so'rashdi. Bermadingiz. 15,5 mingga berilmadi. Xo'p, 90lik bilan 201 66 55 raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Aka-ukalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Ariza 6 Pro avtomobilimiz. Buni motori 1.6 bo'lardi, aka? 1,5. 1.5 turbina bo'ladi. Atmosfernik. Atmosfernik bo'ladimi?